Dunyoga ochilgan eshik. Unga kirishga tayyormisiz? Xalqaro kitobxonlik festivali va xalqaro konferensiyada biz bilan birga bo'ling. 2025-yil Farg'onada kitobxonlik yili deb e'lon qilingan munosabati bilan joriy yil 14-17 may kunlari viloyatimizda Xalqaro kitobxonlik festivali hamda Central Asia 2025 fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot kutubxona resurslari 18 xalqaro konferensiyasi o'tkaziladi. Unda 50 dan ortiq xorij davlatlardan kelgan mehmonlar, kitobsevarlar, shoir va yozuvchilar, ziyolilar ham ishtirok etadilar. Festival va konferensiya doirasida kitob yarmarkalari tashkil etiladi. Shuningdek, shoir va yozuvchilar ishtirokida ijodiy uchrashuvlar, mushoiralar, yangi kitoblar taqdimotlari hamda qiziqarli viktorinalar, intellektual o'yinlar, sport bellashuvlari o'tkaziladi. Shu bilan birga kitob yarmarkasi Rassomlar nigohida nomli ijodiy asarlar tanlovini o'tkazish, bolalarga kitob sovg'asi aksiyalarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, milliy qadriyat va an'analarimizni keng targ'ib qilish maqsadida qo'shni respublikalardan tashrif buyurgan mehmonlar ishtirokida Ma'rifat to'r loyihasi o'tkaziladi va unda tarixiy obidalar, qadamjolar, diqqatga sazovor joylar, xususan Qo'qon shahridagi O'rda muzeyi, Rishton tumanidagi Hunarmandlar shaharchasi, Marg'ilon shahridagi Hunarmandlar markaziga sayyohatlar tashkil etiladi. Milliy qadriyatlar ko'rgazmasi ham ishtirokchilarga albatta manzur bo'ladi. Shu bilan birga festival qatnashchilari milliy tarixiy kinofilmlar namoyishiga ham guvoh bo'ladilar. Shuningdek, turli fleshmoblar, biz bir zamin farzandlarimiz mavzusidagi ko'rgazmalar, muzeylar bo'ylab sayohatlarni tashkil etish ko'zda tutilgan. Xalqaro kitobxonlik festivali yakunida esa Ekashahar hududidagi amfiteatrda viloyatimizning taniqli san'atkorlari va xonandalari ishtirokida gala konsert o'tkaziladi. Bu kunlarda har satr ilhom, har sahifa kecha-yu ertaning kalitiga aylanadi. Xalqaro kitobxonlik festivalida siz ham ishtirok eting.